Bir paytlar 2014-yillarmida bir inson bilan tanishib qolgandim. Almatadan ko'chib Oryolga ko'chib kelgan va 50-60 gektar заброшенный joylarni olib, o'sha paytda kopeyka hujjat bo'lgan u. Hech kim bormas Shiponga uy qurganda, Shipon tayyor qishloqligini Shiponi bor-ku. Shipon deganda. Shunda shu yoqqa ko'chib, oilaviy yosh bolalari bilan Almatada yashagan ekan. Katta ishda ishlagan, xullas, o'sha paytda. Keyin razvaldan keyin ketib Oryolga borib yashagandan keyin 50-60 gektar yer bilan yashagan shaharlik bola kishi yosh oilasi bilan. Demoqchiman, o'shani men 2014 ko'rganimda o'sha 60 ga kirgan chol edi. Shuni aytgan gaplarni hozir eslayapman-da o'zim. Hozir qishloqda tabiat qo'ynida mana yagidlar terib shu aytgan edi. Qishloqqa kelganimda o'zimni topdim. Odam yer bilan ekan. Shahar deganmiz, urbanizatsiya bo'lganmiz. Hammamiz shaharga o'rgangan edik. Lekin bu yerga xuddi hayot to'xtab qolganday. Ya'ni 24 soatda 24 soat yashaganingni his qilasan. Yer bilan birga bo'lasan. Yerda bahor kelgan paytda u terasan, bu terasan. O'tin terib sotasan. Shunaqa joylar bor-ku, bunaqa o'tinlar sotadigan. Keyin hech qayerda ishlamaydi. Keyin yagidlar terasan, yagidlarning pullari yomg'ir yoqqan paytdan keyin borasan-da qo'ziqorin terasan, Nivada yurardi. Oilaviy shu ishlarni qilardik, hech qayerda ishlamaymiz. Oylik bilasizlar, hamma yoqda zadishka. Olma bog'i 50 gektar olma bog'i bor edi, ya'ni tashalgan. Teraman dedi, olma optim topshirardi, arzon har xil olmalardan. Xullas, har xil dorivor o'simliklarni yig'adi, sotadi. O'sha paytda hozir ham taniyman, hozir ham gaplashamiz. Men aytganim qanday daromad bo'ladi, unda qanday yashash bo'ladi, qishloqda hayoti deb Moskvada biz tanishganmiz-da, biz shaurmaxonada ishlaganimda yonimga kelib olma to'chka ochib, olma sotgan edi. Odam qo'yib. Oryoldan tashib. Nega bor-ku, Moskvadagi boy mahalla. Ilinsk shossi tarafda, Odinsovo tarafda, o'sha Rublyovka tarafda. Shu Rublyovka tarafda to'chka qilgan. O'sha paytda olmalar haqiqatdan hidi ham xuddi bir O'zbekistonning olmasida edi bu paytlar. Almataning olmalaridan olib kelgan, butun nimalardan olib kelib bog' qilgan. Va o'sha aytgan gaplarda qishloqda demoqchiman, hayot zo'r. Agar o'zingning nishang topsang, o'zing to'g'ri tushunsang, boshida qiyin bo'ladi degan edi. Mana shu qishloqqa kelganimdan keyin biz ham qancha Moskvada, Irkutskda bo'ldik, Moskvada yashadik, qancha oblastida yashadik. Boshqa joylarga ham bordik, xullas. Oilaviy u yoqqa borganmiz, bu yoqqa borganmiz. Hozir Saratovskiy oblastida ham juda ko'p joylarda aylandim. U yo'lib yashab, propiska bilasizlar, hamma narsaga kerak. Shunda hozir eslayapman-da o'sha insonning qanchalar haqligini va o'tgan yil gaplashganimda u inson bilan endi hozir katta ferma qilib tashagan, bola chaqasi kattargan. Ikkita o'g'lim dedi, shaharga ketib qoldi dedi, qishloqda charchadik deb dedi. Keyin desam, borib shaharga bordi dedi. 1 yildan keyin magazinga borsa, produktda sut ichay desa, normal sut emas, yoki bo'lmasa sariyog' yeydi desa, u sariyog'ga o'rgangan. Unaqa sariyog' emas. Keyin xullas qiynalgan. Bular shu darajada bo'lganki, hatto unlarni ham o'zlari qiladi-da. Keyin men sizlarga hozir yeminlikka terib aytyapman. Xullas, yeb ichishdan rosa qiynalgan. Puli bor, ota-onasi pul berdik deydi. Lekin tovar bermadik, chunki bilish kerak edi. Go'shtni normal go'sht yemagan. Butun umr 20 yil qishloqda o'sgan bola. Savremenniy qishloqda hamma narsani qilganman dedi. Mana shu nimalar qarang.
qaytib kelib deydi, hozir davlatdan subsidiyalar olib o'g'illari katta ot fermalari qilib, mazza qilib deydi yashaymiz. Bir kunda deydi 2 soat shu ana-managa qaraymiz deydi. Qolgan paytlar o'zimizning kayfimizni qilib deydi yuramiz deydi. Ya'ni живой go'sht o'zlari bemalol mol so'yadi, har tugaganda qo'y so'yadi. Hozir o'tirib aytyapman-da, o'zim ham endi o'qiymiz, o'zimizcha boshqa qilamiz. Hozir mana shu joyda topganmiz, Saratovska oblast, Petrovsk rayonida. Menga kelganimda yoqqani, bolalar hozir o'ynab yuribdi. Kelganida yoqqani toza havo. Ya'ni zelen ko'p. Nima qilsangiz bo'ladi, ketaveradi. Buni gektar joylar. Mana hozir mana shu bog'da bunda tashlandi bog'. Barin qurgan, barin nima qilgan. Endi xalqqa qolganda endi. Va mana zemlyanika teryapmiz, olma teramiz, boshqa teramiz. Shunda o'ylayman, haqiqatan toza havoga yetmaydi. Endi hozir asal oldik. Asal ham kopeyka turadi. Demoqchiman, qishloqqa qaytish yoki qishloqda yashash payti keldi, chamasi yerdan uzilib qoldi ko'pchilik va shahar deganda. Va eng qizig'i territoriya masalasida, uzoq masalasida yoki bo'lmasa boshqa davlat deb o'ylashimiz mumkin. Oldingi kachevniklar paytida o'zi kachevniklar payti hech qachon tugatilmagan. Har doim hamma qayerda yaxshi o'ziga yoqqan bo'lsa shu yerda yashaydi. O'sha demokratik narsalarni yig'ishtirib, demokratik gaplarni yig'ishtirib, haligi sun'iy qo'yilgan hamma narsalarni yig'ishtirib, o'zingizga yoqqan joyda yashashni boshlasangiz, hayot haqiqatan his qilar ekansiz deyman-da, boyagi dedning aytgani. Esimga tushib, hozir video qilyapman. Mana bu zemlyanikani ko'ryapsizlarmi? Bu uchlari sal oqroq, lekin boshqa joylari qizil bo'lgandan keyin bu pishgan bo'ladi. Yubiya deyishingiz mumkin, lekin buni ko'rgandan keyin og'ziga sog'ish keladi. Ha, bir o'zim terib turaman. Toychog'im. Nima u? Zmiya bormi? Qani? Bu kush deymiz-da unda. Bormay turib chiqqani bo'lam. Ha, zemlyanika deyapsanmi? Men ilon deb olib, oho, zemlyanikani ko'pligidan. Buni terish kerak-ku endi. Mana bu yerdagini ko'rayotgan bo'lsalar, mayda ish, lekin qishda bu juda varenisini shunday ozgina shakar bilan uni biz ham o'rgandik, ya'ni o'rgatishdi qishloqda. O'rgatishdi. Mazza qilib vareni qilamizda keyin. Bu qulupnaylardan shirinda. Toychog'im men. Kichkinamiz o'z terib o'z yeb yotdi. Qishloqchilik. Tabiiy, toza mahsulot. O'tirib olganmiz yerga. Bemalol. O'zing qishlog'ingda tur deydigan odam yo'q. Bog'lar. O'lkamizda bog'lar bor, daryolar bor, tog'lar bor. Dada. Opang kelyaptimi? Ha. Keyin men teramiz, qizim. Mana qara. Voy. Rosa ko'pcha. Havoni ko'ryapsiz, tepada yorug'
bulutlarni ko'ryapsizlarmi? Ajib. Mana bu bulutlar ajib bulutlar bor. Shunday. Ha bolam. Ye. Dam olib. Ye. Ana sol ichiga yeyman hozir o'g'lim. Zemlyanikani ko'ring. Bugungi mavzu zemlyanika mavzusi, azizlar.